Dagi funksiyali misolni ko'rib ketamiz. Bu yerda demak fx ni qiymatini mana bu funksiya deyapti. 9x taqsim 9x plus 3. Va mana bu uzun ifodani qiymatini hisoblang degan savol. Ya'ni bunday oddiy tushunadigan bo'lsak, bir marta x o'rniga 1 taqsim 100 ni qo'yib, buni hisoblaymiz, nimadir kelib chiqadi. Keyingi marta 2 taqsim 100 ni qo'yamiz, x o'rniga hisoblaymiz, nimadir kelib chiqadi. Shu ko'rinishda davom etib toki eng oxirida x o'rniga 99 taqsim 100 ni qo'yib, mana bu x lar o'rniga qo'yib hisoblaganimizda nimadir chiqadi. Keyin hammasini qo'shib chiqamiz deb tushunishimiz kerak o'zi aslida. Lekin bu misollarda qulayroq yo'llari bor. O'shani ko'rib ketamiz. Xo'p, fx funksiyani o'zi 9x taqsim 9x plus 3 ga teng deyapti. Xo'p, biz yana bitta narsani topib olaylik. F 1 minus x ni topib olaylik. F 1 minus x, ya'ni mana shu yerda fx funksiyada x ni olib, o'rniga 1 minus x qo'yish tushuniladi. 1 minus x ni qo'yadigan bo'lsak, 9 ning 1 minus x-inchisi taqsim 9 ning 1 minus x-inchisi qo'shuv 3. Bu yerda surat va mahrajga 9 ning x-inchisini ko'paytiramiz. Yana ham ixchamlashadi. Suratda 9 qolyapti. Mahrajda 9 plus 3 ko'paygan 9 ning x-inchisi. Xo'p, shunda f 1 minus x barobar surat va mahraj 3 ga qisqaradigan bo'lsa, 3 taqsim 3 plus 9 ning x-inchisi. Mana bu funksiyaga e'tibor beramiz. Fx funksiya bu f 1 minus x degan funksiya. Shu ikkalasini bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsak, fx funksiya plus f 1 minus x funksiya quyidagidek bo'lib qolyapti. 9 ning x-inchisi 9 ning x-inchisi plus 3 3 taqsim 9 ning x-inchisi plus 3. Javob 1 chiqyapti. Bu bizga juda kerakli ma'lumot. Bu misolni yechishda mana shundan foydalanamiz. Ya'ni fx funksiya bilan f 1 minus x funksiyani qo'shsak, javob 1 chiqyapti. Juda kerakli ma'lumot. Xo'p. Qo'yib qo'yaman. Bu nima degani? Ana endi x ni o'rniga mana bu yerda 1 taqsim 100 ni qo'yishimiz kerak. Agar x o'rniga 1 taqsim 100 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 99 taqsim 100 paydo bo'ladi. Ikkalasi yig'indisi 1 chiqar ekan. X o'rniga 2 taqsim 100 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim 100 ni qo'yadigan bo'lsak, 98 taqsim 100 paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi paydo bo'ladi. Ular yig'indisi ham 1 chiqar ekan. Va hokazo davom etib boraveradi. Demak, yozaman. F 1 taqsim 100 bilan f 99 taqsim 100 ni yig'indisi 1 chiqar ekan. Keyingisi f 2 taqsim 100 bilan f 98 taqsim 100 ni yig'indisi ham 1 chiqar ekan. Va hokazo. Eng oxirida f 49 taqsim 100 bilan f 51 taqsim 100 ni yig'indisi ham 1 chiqadi va o'rtada yana bitta xat qolib ketadi. U f 50-xat bo'lib qoladi. Xo'p. F 50 taqsim 100 o'z alohida hisoblanadigan bo'lsa, bu f 1 taqsim 2 degani. 1 taqsim 2 ni hisoblaydigan bo'lsak, funksiyaga qo'yib 9 ni 1 taqsim 2-inchisi, 9 ni 1 taqsim 2-inchisi plus 3.
buni hisoblaydigan bo'lsak, suratda 3, mahrajda 6, ya'ni javob 0.5 chiqyapti. Xo'p, ana endi oldingi doskaga e'tibor beramiz. Mana bu qismga e'tibor beramiz. Bularni hammasini bir-biriga qo'shib yuboramiz. Va mana bu ifodani ham qo'shamiz. Shunda so'ragan yig'indisini hisoblagan bo'lamiz. F 1 taqsim 100, F 2 taqsim 100 plus va hokazo F 98 taqsim 100, F 99 taqsim 100 teng bo'lyapti. Demak, ikkitadan yig'inda 1 bo'ladigan bo'lsa, u yerda 49 ta 1 va plus 0.5 bor. Javobimiz 49,5 ga teng ekan.